Kecha paydo bo'lib qolgansiz desam, u bobo kasb ekanda, o'shaga. Men eshitib hayron qoldim. Даже dodalari aynan mana shu chexol sohasida bo'lishgan ekan. O'sha eski moskvichlar, Volgalarga hojakalay tikib yurishganda. Keyin undan keyin Ades. Adamgalar kelgan. Endi hozir biz sekin-sekin qo'shilib, aravani aylantiryapmiz. Mana shu chexol sohasida ko'zligi ochilganda, tushunasizmi? O'shaning uchun qonda bor. Shu darajada his qila olishadi. Aynan dizaynini, materiallarini, hech qayerda yo'q. Dizaynlarni aynan mana shu Kanzesdan topsangiz bo'ladi. 30 yil bo'ldi. 96-yil boshlangan. Hali ham ketyapti. Hozir filiallar ham rosa ko'p, bilasiz. Mashinangizni qarang, chexollar rostdan eskirib ketgan bo'lsa, bilasiz, eng zo'r brendlardan bo'lgan Kanzeskini kelib filiallarga borib taqolsangiz bo'ladi. Hozir hamma viloyatda bor. Hamma viloyatda bor, vodiyda, vohada o'zimizning agentlar bor. Ulardan tashqari hamkorlikga ham ishlayveramiz. Shu bilan birga andazasi yo'q bo'lsa, meni mashinam yangi, bitta deyilsa, unga ham andazalarini olib, unga ham qilib beramiz. Farqi inomarkalarga. Farqi yo'q. Taxoga ham, Denzaga ham, samolyotga ham qilamizda. Keyin bundan tashqari Nodir aka uzumda ham, misol uchun viloyatda bo'lib turib, bu yerga kela olmaymiz Toshkentga deysa, uzumdan ham urib yuborsa bo'laveradi. Shuni zo'r bo'pti. Ko'pchilik hozir uyda o'tirib zakaz qiladigan bo'lib qolgan uzum marketga. Hozir kiringda Kanzes chexollari mashinangizga mosini hozir zakaz qilib yuboring. Biz tilim bilan qo'yish oson, kerak bo'lsa o'zingizdan qo'yib olasiz yoki jangizga aytasiz yoki yoningizga servisga taqib berasiz, bir pasda taqib berishadi. Boshqa viloyatlarda do'koningiz bo'lsa, mana shunaqa aksessuar hamkorlikda ishlasangiz bo'ladi. Pastki nomerlarga aloqa qilsangiz, o'zligi borib kerak bo'lsa batafsil tushuntirishadi.